Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markazi siz aziz kitobxonlarimizga. Stiv Jobs biznes haqida dunyoni o'zgartirgan odamning 250 ta mulohazasi. Shaxsiy kompyuterlar, iPad, emas va boshqa shu kabi qurilmalarni ishlab chiqaruvchi Apple Inc. kompaniyasining bosh direktori Stiv Jobs 1955-2011 yil o'z davrining ixtirochisi va biznes kelajagini oldindan ko'ra oladigan tadbirkorlardan biri edi. Apple kompaniyasi uning rahbarligi ostida odamlarning kommunikatsiya imkoniyatlarini kengaytirdi va yangi texnologiyalar yaratdi. Jobsning mulohazalari beqiyos tajribaga va teran ma'noga boy. Bu mulohazalar o'quvchiga ushbu taniqli tadbirkorning dunyosini ochib beradi. Ushbu kitob shuningdek biznesda yoki ixtirochilik muvaffaqiyat qozonishni istagan har bir kishiga mo'ljallangan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markazidan ushbu adabiyotni topishingiz mumkin.